mana 2 marta insulin olardilar akamiz. Mana hozir bir mahalga tushdilar. Mana 1 oy mana tabletka va insulin bilan iste'mol qilardilar. Hozir bir mahalga tushdilar insulin. Xudo xohlasa, mana shu mahsulotlarni davom ettirsalar, mana shu insulindan polni bu kishida chiqartirmoqchimiz Xudo xohlasa. Ayoqlarim ham yaxshi bo'ldi. Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar. Men ana shu yaqinda Babaxarja Amula Ablaj yaqinda keldim shu kompaniyaga. Meni Ashuru va Shafaat apa olib kelganlar, mutaxassis. Men juda minnatdorman. Ana Ostona va Zebinisi ham juda ko'p menga yordam berib, ishlarimni oldin ketishga nima qildilar. Meni ahvolim juda og'ir edi. Bir paytlar shu masjidga 2-3 yildan beri oyog'im nima qilmaydi, operatsiya qilamiz degan edilar. Lekin men operatsiya qilmasam, ana shu dori darmonlarni ichganimdan keyin hozir masjidda bemalol o'tirib namoz o'qiyapman. Chunki kalsiyalari 98% odamning organizmiga nima bo'lar ekan. Bundan tashqari 20 yildan beri men sahr kasalligim bor, qandli diabetdan. Ana shu qandli diabetda kuniga 2 marta insulin olardim, 2 marta dorilardan ishlardim. Lekin ana shu yaqinda detoks programmasi bo'lgandan keyin men ham shu detoks programmasiga qatnashib ertalabki insulin nimasini tashadim, dorilarni tashadim, bir marta kechqurun ana insulin ukolini olyapman. Juda ham bir yaxshi taassurotlar bo'ldi. Odamning ichki organizmlari haqiqatan ham 70 yil yashab biror marta bunaqa bo'lmaganman. Butun ishlarim tozalanib nima bo'ldi. Kelgan paytimda 101 kilo 700 gram edim. Ana hozir 98 ga tushdim. Chunki bu haqqoni odamning ichki organlari toza bo'lishiga, chunki shuncha payt bu ishlar qilinmagan, bizga bu narsalar qolib ketgan. O'ylaymanki, kelajakda o'zimni do'stlarim bor, ana o'shalarni ham shu mahsulot ichishiga bir yaxshilik qilay degan bir fikrlarim bor. O'shalarni ham chaqirmoqchiman. Shuning uchun butun kompaniyaga, hammalariga minnatdorchilik bildirib, kelgusida sog' salomat yurishga nasib aylasin. Rahmat Amir aka. Rahmat. Detoks yoqdimi sizga? Juda ham yoqdi. Chunki men hech o'ylamagan edim shunchalik darajada nima bo'ladi. Ana bu yerda ko'pchilik bo'lib qatnashdik, lekin haqiqatan ham odamning ichki organlarini yaxshilab hech o'ylamagan edim. Hozirgi kunda men o'zimni yaxshi sezyapman. O'ylaymanki, kelgusida ham bu ishlar yana davom etadi. Xudo xohlasa, mana 2 marta insulin olardilar akamiz. Mana hozir bir mahalga tushdilar. Mana 1 oy mana tabletka va insulin bilan iste'mol qilardilar. Hozir bir mahalga tushdilar insulin. Xudo xohlasa, mana shu mahsulotlarni davom ettirsalar, mana shu insulindan polni bu kishida chiqartirmoqchimiz Xudo xohlasa. Ayoqlarim ham yaxshi bo'ldi. Men qatlab bilmas edim, ustalga o'tirib o'qir edim. Ana hozirgi paytda bemalol namozni o'qib, boshimni sajdaga qo'yib, Xudoga sig'inib, albatta birinchi Xudo, ikkinchi ana sizlar ko'p juda bir yaxshi yordam qildingizlar. O'ylaymanki, do'stlarim bor, ko'plari menga qarab, yuzingiz boshqacha bo'libdi-ku. Aftingizni ko'rsak nima bo'libsiz? Olmaydim, kelinglar sizlar ham. Kelinglar, maslahat berdim. Nasib bo'lsa bunga ko'pchilik qo'shiladi, birgalashib o'shalar bilan ish olib boramiz degan fikrdamiz. O'shalarning sog'lig'i uchun men harakat qildim. Rahmat aka.